İşimize devam hürmetli vatandaşım. Endikçe mavzularımız mındak. Buruluş noktası aşkarlandı. Endikiler katıp tekim o cepalık buludu. Bugün çislak 2023 yıl 10. ayının 4. gün ettiği çarşamba vatandaş. Mavzulu haber 10. ayının 3. gün büyük irator bitir ilan kılındı haber. Mındak başlandı. Amerika Qo'shma Shtatlari iki parça ma'muriy buyruq e'lon qildi. Sizlarni esinglarda bor. Bu yil 8 ayning 9 10 kunlari Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden ma'muriy buyruq imzo qo'ydi. Biri Jungoga fan texnik eksport qilishni cheklash, ikkinchisi Jungodan Amerikaning bozoriga Amerika jamiyatiga kiritiladigan mablag'. Bu mablag'ni tekshirish to'g'risidagi buyruq. Onun biri yerim ötközge sahalardı Jungoga mablag' selişi çekleşine. Onun ikincisi Amerika selindiğen Jungo'nun mablag'larini tekshirish. Jungo'nun tashqi savdosi başka devletlerge mablag' selish tarixiy buruluş noktası yetib keldi. Şunu deyki ki, Jungo'nun g'arb devletleri eksport qilishi endi kamayib ketdi. Jungo'nun iqtisodiy taraqqiyot buna deyki, texama qiyinlashadi. Xalq pulning istiqboliga umidvorlik bilan muomala qilg'ili bo'lmaydi. Umid kutishga bo'lmaydi. Renminbining taqdirining bo'ladi. Men bunda qiyos qilaman deydi mutaxassis. Jungoning tashqi savdosi va mablag' selish tarix burilish nuqtasiga yetib keldi. Va bir mislsiz bir paytda. Pul muomala tadqiqot o'rnining tadqiqotchisi Gongshili bunda ko'rsatdi. Amerika'nın iki parça ma'muriy buyrug'i Jungo iqtisodini mush holga keltirdi. Amerika'nın bu hareketi butun dunyoning qiyofasini o'zgartirdi. Bundaq bo'lganda Jungoning eksport chekdimi uchraydi. Jungo kelgusida mablag' solish bo'yicha yetim orolga aylanib qoladi. Kapitalning obrot yo'li ta'sir o'chirdi. Jungo kapitalining obrot bo'lish yo'li ta'sir o'chirdi. Eksport tushib ketdi. 6 ayda Amerika eksport qilish 5 aydagi 5%likdan 5%likdan kimib 23'te 37% kamaydi. Yaponiya eksport qilish Jungoning 15%dan hozir 12% tushib qoldi. 15% umumiy nisbatda Yaponiyaga eksport qilsa, endi bu 12% tushib qoldi. Demak, hozir Jungoning eksport savdosi bo'lgan tashqi savdosi. Bo'lib g'arb davlatlari, Amerika, Yaponiyadagi davlatlar bilan bo'lgan savdosi tushib ketdi. Endi buning elib keldigan deydi, ofat deydi, Gongshili renminbi xalq pulining kursi qanday bo'ladi? Uning taraqqiyoti qanday bo'ladi? Bizda bu to'g'rida umid yo'q. Yani bir haber vatandaşımında Ukrayna tömür ekim. Ukrayna'da tömür ekim Cenubi Sep uruş meydanında yana o'ttirg'i chiqdi. Krimiya urushi boshlandı. Mavzulu haber 10. ayning 3. kuni Vanbetor bitidi e'lon qilindi. Bu xabar nayta ko'p suratli xabarga Sunniy Emrodin tortilgan surat urush maydoni buzib paçaqlangan tanklar Rossiya tarafından nurg'un ekan. Men buni qisqartirib jumladan oldim. Biroq Krimiyaga mandaq vaqtda mushundaq sabab bilan hujum qo'zg'adi Ukraina armiyasi degan bir jumla yo'q ichida. Biroq mavzu shunday qo'yilibdi. Demak, hozir taraddud, hozir yuzlanish, hozir harakatdan qaraganda Ukraina endi Krimiyaga hujum qiladigan payt keldi demakchi bu yoki nima? 10. ayning 3. kuni yangi xabar 2023 yil 10. ayning 3. kuni Rossiya Ukraina urushi 587 kuni qadam qo'ydi. O'tgan 24 soat ichida xabarda qarab baqayli. Bakhmut oldingi sepida ko'p yo'nalishida, Krichkop yo'nalishida. Bakhmutning oldingi sepida Krichkop degan joydagi yo'nalishda tunigun Ukraina armiyasi 513-Osplit yo'lida Bakhmut shahri o'rtasidagi o'rmonlikda davomli ilgirlab Rossiyaliklar intayin mustahkam deb qaraydigan
ikki harbiy pozitsiyani egalladi. İki harbiy nuqtani egalladi. O'shanda bir vaqtda Ukraina armiyasi Krichkov bilan Androvka arlig'ida temir yo'lni kesib o'tib, yangi harbiy pozitsiyani mustahkam tizginladi. Ikkisidan boshqa, ya'ni kesib o'tadigan temir yo'lni o'tib, uchinchi bir harbiy pozitsiyaga harbiy ishlar punktni tizginladi. Ukraina shu aytganda bu temir yo'l aslida askariy qismlari to'sib qo'ygan temir yo'l edi. Asray bayonotchisi mundaq bayonotlar qildi. Biz botir Ukraina xalqini davomli qo'llaymiz deb ko'rsatdi. Rossiya xatolashdi. 586 kun o'tgandan keyin Yevropa butun kuchi bilan Ukrainani qo'llayapti. Amerika ham butun kuchi bilan Ukrainani qo'llaydi. Rossiya hech nimaga erishmaydi. Tushunig'inlarni jeb berayman, bayonotchining ismini tutamay qoldim. Maqsad bayonotchisi ko'p chiqmaydi bu ayol o'tirgan. Haqiqiy tarix. Aksara shunday ko'rsatdiki, haqiqiy tarixchining qalamidagi tarix emas. Haqiqiy tarix balki xalqning qalbidagi tarixdir. Baqaltis gapkina bo'larga keladi. Haqiqiy tarix bu tarixchining qalamidagi tarix emas. Haqiqiy tarix balki xalqning qalbidagi tarixdir. Rossiyaliklar o'zini qandoq puchurib maqtason, hayotlik va erkinlikni dafsanda qilganligini yo'shira olmaydi. Zamin kengayish bilan tarixi yozilmoqchi bo'lgan kishilar tarixiy aqlni qorish tarafiga o'tib qoladi. Mana bu navbatdagi urushdan insoniyatga qoldirgan ta'sir ve tecrübe savakları.